Har bir millatning qalbida abadiy yashayotgan ovozlar bor. Ular vaqtdan ustun, xotiradan kuchli. Chunki bu san'at, bu meros. Assalomu alaykum. Bugun biz xalq qalbida abadiy qolgan, ammo bugun oramizda yo'q ijodkorlarning katta san'atini, go'zal qo'shiqlarni sizga yana bir bora eslatamiz. Bugungi qahramonimiz o'zbek maqom san'atining betakror ovozi, Nihol davlat mukofoti va mehnat shuhrati ordeni sohibasi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnura Qodirjonova. U va u kabi katta ijodkorlarning asarlari mana shunday katta arxivlarda saqlanadi. Ayni daqiqalarda biz O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining juda ko'plab ijodkorlarning asarlari, qo'shiqlari, konsertlari saqlanadigan ulkan media bazasidamiz. Maqom har kim ham ijro qila olmaydigan asardir. U nafaqat ovoz, balki qalb talab qiladi. Dilnura Qodirjonova ana shu yuksaklikka chiqqan san'atkorlardan biri edi. Uning ovozi minglab qalblarni titratdi. Sahnada yulduz, hayotda sodda, oddiy inson edi. Uning buyukligi samimiyatida edi. Ba'zi ovozlar o'chmaydi, unutilmaydi. Ular vaqt o'tgan sari yanada teran tinglanadi. Shayda. Anjolli bo'lgan. Endi boyagini qarang. Boyaga asar vodiy yo'nalishdagi narsa. Muhammad Mirzayev narsasi bu har bir asarida albatta mana ribobga urg'uni bergan. Mana bu yerda piano ketyapti. To'liq 100% esimda bo'lmasa ham, lekin o'sha kunlar mana esimda bor. Mana yaratganchi sizga yo ovoz beradi, yo iste'dod beradi-da ish qilib sizga. Sizni yaxshi xislatlaringiz borligi uchun beradi. Yaxshi xislatlaringiz bo'lmasa, sizga iste'dod berilmaydi. Dilnura ham xuddi shunaqa ko'ngli toza, kam gap, kam tar, kam kuladigan, kam kular edi. O'zidan kattani hurmat qilishi, xo'p bo'ladi deyishi orqali unga yaratgan shunaqa iste'dodni berib qo'ygan. Uning ovozi shunchaki musiqa emas. Bu dard, bu ruh, bu millatning ichki ovozi edi. Har bir buyuk san'atkorning boshlanishi oddiylikdan qadam oladi. Dilnura Qodirjonova 1976-yil yanvar oyida Andijon viloyatining Izboskan tumanida tavallud topgan. Maktab davridayoq konsert dasturlarida
ishtirok etgan uning har bir ijrosi tinglovchini lol etib kelgan. O'sha yillarda Andijondagi Mahfuzaxon Boymirzayeva tomonidan tashkil etilgan dutorchi qizlar to'garagining ham a'zosi bo'lgan. 1995-yilda poytaxtga ko'chib kelgan xonanda o'zi orzu qilgan katta maskan dutorchi qizlar ansamblida ishlay boshlaydi. Bir kuni Zamira opa menga aytdilarda, bir qizimiz keldilar, chetda o'tirib turib bitta qarab qo'ying dedilar. Dutor chalib o'tirgan ekan bitta qiz chekkada. Men endi e'tibor bermadim, bitta eshitib ko'ringlar, sholishi. Mana shu dasturga agar kiritsak yaxshi bo'lardi. Mayli, endi sizga balkim yoqmasligi mumkin dedilarda, shu yerda bitta asarni ijro qilib berdi. Va shu sabab bo'ldiki, shu birinchi konsertimizda biz o'sha Dilnurani shu qo'shig'ini olib, unda to'g'ridan-to'g'ri efir bo'lardi. Yozib olinmas edi. 95-yildan boshlab G'anijon Toshmayev nomidagi dutorchilar ansambliga G'irchak sozanda bo'lib ishlab kelganman. 2001-yilgacha sozanda bo'lib bilishardi bu san'atkorlar. Xonanda bo'lib il nazariga tushishimda shu Ma'murjon Uzoqberov tanlovi judayam katta burilish yasadi. Dilnura Qodirjonova haqidagi xotiralarda uning do'stlari, yaqinlari 1991-yil Tavakkal Qodirov xotirasiga bag'ishlab o'tkazilgan tanlovni va uning ijrosidagi Feruz bir ashulasini katta ovoz va yuksak mahorat bilan ijro etgani tanlovning mutlaq g'olibi bo'lganini eslaydilar. Bu tanlov xonandaga muvaffaqiyatlar eshigini ochib berdi. U 1997-yil Hoji Abdulaziz Abdurasulov xotirasiga bag'ishlangan tanlovda ham birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Butun dunyo xonanda va sozandalari kuylashni, g'olib bo'lishni orzu qilgan Sharq taronalari xalqaro musiqa festivali sahnasida kuylash Dilnura Qodirjonovaga 2003-yilda nasib etdi. U yerda ko'plab xorijiy davlatlardan kelgan san'atkorlar bilan bellashdi. Yor istab va mustag'zot ashulalarini ijro etdi va tanlovda oliy mukofotni qo'lga kiritdi. Dilnurani ham tasvirga olganda studiyada qancha chiroqchilar bilan men yuqorida aytdim-ku,
operatorlarni, tasvirchilarni mehnati katta. Mana o'qishi ham olamdan o'tib ketdilar. Men ustoz deb bilaman. Sobir aka Xo'jayev operatorimiz Dilnurani yuzini chap taraf, o'ng taraf, lobovoy taraf deymiz mana ingliz tilimizda, rejissurada juda ham yaxshi bilardi. Yaxshi o'qib olgan. Shuning uchun televizorda chiroyli chiqardi. Oshiqlarga o'lim yo'q. Ey dil, buncha qaysar bo'lding. Surating, o'rgilay. Tinglagansiz-a bu qo'shiqlarni? Nimani his etgansiz? Ha, uning ovozi odamni to'xtatib qo'yadi. O'ylantirib qo'yadi. Va ba'zan yig'latadi ham. Vaqt o'tadi. Insonlar ketadi. Lekin haqiqiy san'at qoladi. Siz ko'rayotgan bu tasvirlar 2005-yilda Xalqlar do'stligi san'at saroyida bo'lib o'tgan Dilnura Qodirjonovaning Yakkaxon konsertidan yozib olingan nihoyatda qimmatbaho kadrlar. Konsertni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi rejissyori Alisher Madrahimov rejissyorligida tasvirga olingan. Mana biz Xalqlar do'stligi saroyida Dilnurani konsertini tasvirga olganimizda repetitsiyalarning hammasini 2 kun oldin hammasini qilganmizda, repetitsiyalarni qilganmiz. Har bir qo'shig'iga, har bir asariga shunchaki yondashmasdan professional yo'l bilan yondashga harakat qilardik-da. Men tushunganim uchun qo'l urganman. Agar tushunmasam, o'shanda Dilnurani qo'shiqlariga ham qo'l urmas edim. Abduhoshim aka men konsert qilaman dedi. Dilnura bo'lib kelyapti deydi. Konsert qilaman degandan keyin men aytdimki, qanaqangiz qilsan, Durujbada konsert qilaman. Mana o'zimizni katta zalimizda. Nimalar aytasan desam, palon qilib spikerni qarasam, hammasini pardasi baland. Uning ichida Peruz ham bor, Duoman ham bor, katta ashlar ham bor, Arjida ashlar ham bor, meni qilgan qo'shiqlarim ham bor. Men aytdimki, bu bilasanmi, bu qanaqa kuch kerak desam, aytaman. Kulib aytaveraman dedi. Uning uchun shu ijroda rohat bor edi-da. U o'zi rohatlantiradi. Dilnur bilan juda shoshib 43 tami shunaqa qo'shiq yozganmiz. O'zi zapisga Zokir Otaboy bizga juda katta yordam bergan. Men endi zapislarda ham umuman qiynalmasdik Dilnur bilan. Men ansambl tayyorlardimda bitta aytib ber derdim. Bitta aytganda o'zi aytib qo'yardi o'zi, lekin uni yozib olishardi, unga yetishmasdi-da. Keyin minus qilib olaylik deb minus qilinardi, keyin ovozni yana boshqatdan yozardik. Shu ikkita dublda hamma narsa yozilardi, hech qanaqa tozalanmasdi. Chunki falsh ham aytmasdi. Dilnurda shunaqa yaqinda ustozlar shunaqa gap aytdi, dev hofiz deb. Unda rostdan devi bor edi. Mikrofon bo'lsa, tamom. Hech narsa u yayrar edi. Qo'liga mikrofon hozirgacha men katta san'atkorlar bilaman, mikrofonlarda bo'lsa hayajoni bo'ladi.
Dilnurda unday narsa bo'lmasdi. O'sha dev ashulachi deb shunaqalarga aytilar ekan, men ham endi bildim. Shunaqa aytishdi, unga nom qo'yishdi, shunaqa ashulachi edi. Qizimizni ovozi haqiqatda shu o'zbek milliy musikasida ayollarni eng ohi yoki bir nolasini, dardini namoyon etib beradigan o'ziga xos bir ranglarga xos ranglari bor go'zal ovozidir. Dardi ham, shirasi ham, lekin san'atkor sifatida ham uni didi, ichki madaniyati juda tahsinga sazovor edi. O'ziga o'zi ham talabchanligi bizga ma'qul edi u qizni. Odob jihatdan ham, madaniyat jihatdan ham san'atkor sifatida eng namuna qilib ko'rsatadigan ibratlik fe'l-atvori, xislatlari bor edi, fazilatlari bor. Yo'lim yo'q, qo'llaringdan tutmoqqa jur'at qilar qo'lim yo'q. Iram kabi bo'stonning gulzoriga yo'lim yo'q, dod qo'llaringdan tutmoqqa jur'at qilar qo'lim yo'q. Sensiz ko'zim yo'q turman, sensiz kunim yo'q. O'lay desam o'lmadim, o'lay desam o'lmadim. Oshiqlarga o'lim yo'q, oshiqlarga o'lim yo'q. Chiqib o'zi uchun aytgan 2,5 soat baland pardada aytib chiqib ketgan. 1 gram charchagan ham yo'q, 1 gram hayiqqan ham yo'q. Sahnaga qo'g'may chiqardi. Unda bir haligi qaltirash, voy hozir nima qilar ekanman, nima degan narsa bo'lgan emas. Uni qo'li gul tikuvchilik san'ati ham bor edi-da, o'zi tikib chiroyli qilib, unaqa sahna liboslari ham o'ziga yarashgan. Bu tomondan ham o'ziga e'tiborligida, qisqa davr ichida katta ijod qila oldi u. Tayfun deymiz. Burmashib keladi, to'lqinlanib keladi-da, o'tib ketadi, hamma yoni vayron qilib tashlaydi, o'tib ketadi. Keyin tinchlanib qoladi. Dilnura ham bir keldi, bir hamma yoni titratdi. Ko'rsatdi, quloqda qoldi, ko'zda qoldi, tomoshabinning yuragida qoldi, ketdi. Ba'zi ovozlar borki, yillar o'tgan sari yanada chuqurroq tinglanadi. Dilnura Qodirjonova ana shunday ovoz egasi edi. U bugun oramizda yo'q, lekin uning ovozi, uning kuylari siz-u biz bilan va eng muhimi merosi yashamoqda. Madaniy oltin merosimiz bu xotira, bu ehtirom, bu o'tmish bilan bugunni bog'lovchi ko'prikdir. Men siz bilan xayrlashaman, lekin bu hikoya shu yerda tugamaydi. Chunki buyuk ovozlar hech qachon o'chmaydi. Ko'rsatuvimizdan so'ng aynan biz yuqorida hikoya qilgan 2005-yilda yozib olingan Xalqlar do'stligi san'at saroyida muxlislariga havola etilgan ana shu muhtasham konsertni e'tiboringizga havola etamiz.
Düşme cennet üstüne Kadim düşünmez Kildirir yavrayımın eltiban sağ üstüne Münir eltiban sağ üstüne Şam şam üstüne Nazlı adayı amzası Kastim kılırlar adam beden Vahmın cafet bu bulur ya
Tinchim tamam bo'ldi, orom yo'q tanda. Lablarimda qotdi shodlik va hamdam. Shundan buyon oyoq qo'lim kishalda. Qaydanam vaqt seni ko'rdim o'shanda. Men qattiq sevman, qattiq suyibman. Boshimni zo'r ishga berib qo'yibman. Men qattiq sevibman, dod qattiq suyibman. Boshimni zo'r ishga berib qo'yibman. Har lahza tegrangda parvonaman gul. Izma-iz yuraman, divonaman gul. Poyingda hoksarman, ostonaman gul. Hasrating tuganmas, suvanaman gul. G'am yukim yurakda shuncha qo'yibman. Boshimni zo'r ishga berib qo'yibman. G'am yukim yurakda shuncha qo'yibman. Boshimni zo'r ishga berib qo'yibman. Dil olgan qora soch, qora qoshlaring, ko'zimni ko'r qilgan ko'z qarashlaring. Rashk o'tin yoqarlar do'st, sirdoshlaring. Ko'nglimga urilur ta'natoshlaring. Ne yomonlik kelsa yaxshiga yo'yibman. Boshimni zo'r ishga berib qo'yibman. Ne yomonlik kelsa yaxshiga yo'yibman. Boshimni zo'r ishga berib qo'yibman. Qancha alam o'tdi, chidadim rosa. Necha g'animlarni aylab rosa. Sendan kecholmadim palagi toza. Yana seni dedim ko'nglimni yuzaman. Mehirsizlik aro cho'kdim
Qattiq
tepirdim rabo yolg'iz sürüp göz kol açıp kıldım dua yolg'iz dedim kimna uzanırlar hayli deyinsen kılganda uzundur hoş tekellim tutuyor şirin ada yolg'iz
Köp şirin bakıp gapirmay dursa hanım, sözne sadıl camiga kuygay asar. Köp şirin bakıp gapirmay dursa hanım, undiray mihri ya güllerin arana, işlik aftaflik meni küydürsa hanım. Gülgüleyi küydürsa hanım, küldürsa hanım, ya ki can bahş etse hanım, küldürsa hanım. Gözlerim doymaz bakıp ruhsarıga, men bilan 100 yılcha davron sursa Gözlerim doymaz bakıp ruhsarıga, men bilan 100 yılcha davron sursa Çüstidir her nazıga 100 can fida, çüstidir her nazıga 100 can fida. Urgilayran jitsa ham küldürsa ham, urgilayran jitsa ham küldürsa ham, yoki can bahş etse ham öldürsa ham. Razıman ruberu buldursa ham, köp şirin bakıp gapirmay tursa ham, urgilay küldürsa ham, küldürsa ham, yoki can bahş etse ham öldürsa ham. Köngül dardıga tanımay, boraman hergiz davamızda. Ani ömrü kirami, hasrata bulgay adamızda. Neçe yurdum adaşıp, doğru yoldan bir sarılsam, tutup bilgimni yolga solsa deb bir rahnamasdan Neçe yurdum adaşıp, doğru yoldan bir sarılsam, yaxshilar yo'lida o'ltirdim,
bormikindir hastayim ayus. Jahon